endi hamma mashina minadi. Sababi Ishonch Avto Shuhratda boshlang'ich to'lovlari va oylik to'lovlari nerealniy arzon narxlarda mashinalarni olib ketishingiz mumkin. Bir kun, 2 kun ichida 11 ta viloyatga qilib beramiz. Oldindan aytib qo'yay, Andijonga banklarda dostуп yo'q. Shuning uchun Andijondan boshqa hamma viloyatga dostуп bor. Qoraqalpog'istondan bo'lsangiz ham keling ishingizni hal qilib beramiz. Damas, Cobalt, Nexia 3, Gentra, Spark, Malibu deysizmi, Damaslar deysizmi. Xullas, mana bu tomonda nimaga bo'shatib qo'ydik? Sababi mashinalarimiz yo'lga chiqdi. Nasib qilsa 5-6 soat, uzog'i bilan 10 soatda mana shu yerga to'ldirib, oldilarini ochib qo'yib, sizlarni kutib olamiz. Bizning joyimiz Toshkent shahar indeksda joylashgan. F3-blok. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha har kuni ish vaqti bo'ladi. Boshlang'ich to'lovlari $200 dan 1,5 ming, $1,600 bizda. Oylik to'lovlari nereal narxlarda. Misol uchun, Damas mashinasining oylik to'lovlari bizda 2,300,000, 2,200,000 dan boshlanadi. Misol uchun, Sparklarimiz 2,400,000 dan boshlanadi, ketaveradi. Pozitsiyasiga qarab, avtomat mexanika, gaz qo'yilgan, gaz qo'yilmaganligiga qarab. Nexuslarimiz ham 2,500,000 so'mdan boshlanadi oylik to'lovi. Gentramiz bor mana 3,700,000, 3,800,000 dan chiqadi. Cobaltlarimiz mana 3,700,000, 3,600,000 dan chiqadi oylik to'lovi. Bizda 5 yilga emas, 4 yilga. Siz bizni qaysi viloyatdan kuzatyapsiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Sizga qaysi mashinani boshlang'ich to'lovi qiziq? Uni ham kommentariyada yozib qoldirsangiz, bir dona pasport bilan rasmiy ish joyisiz qilib beramiz. Misol uchun, deylik, Damas qilib berayotgan bo'lsak, ko'chalarda Damaslarni 140 ming, 150 ming so'm suxoyga haydab yuribdi-da. Shunchaki birovda mashina haydab yuribdi. Kelsangiz, Damaslarni kuniga 70 ming, 75 mingdan to'lakka olib chiqartirib beraman. Faqat qo'lingizda ozgina pul olib kelsangiz bo'ldi. Xo'p, misol uchun, Sparklarda, misol uchun deylik, rent-a-karlarda 300 ming, 350 mingdan 24 soatga beradi. Bizda bo'lsa, misol uchun, Sparklarda kunlik puli 85 ming, 90 ming atrofidan chiqadi. 80 ming, 85, 90. Ya'ni oylik to'lovi 2,500,000, 2,600,000 mingdan chiqadi. Cobaltlar bo'layotgan bo'lsa, xo'p, kunlik to'lovi 125 ming, 130 ming so'mdan chiqadi. Lekin Cobaltda yurib kuniga $50 pul topayotgan tanishlarim bor. Bu hammasi haqiqat. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilib yoki Telegram yozib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Videoga albatta like bosib, mashina qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Bizda trading xizmati ham mavjud. O'zingiz minib yurgan, mana misol uchun Nexia 2 mashinangiz bo'ladimi, Yeleski, Matiz bo'ladimi, Spark bo'ladimi, Jiguli bo'ladimi, olib kelsangiz, hisob-kitobini qilamiz. Boshqa joylarga qaraganda $200-300 qimmat olib qolaman. Javob beraman. Meni bolalarim ham xuddi shunaqa. Boshqa joylarga qaraganda qimmat baholab olib qoladi va yangi mashinaga almashtirib ketishingiz mumkin. Hammalarni Ishonch Avto Shuhratda boshqa ma'lumotlari Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz, profilimiz biosida bo'ladi.